Assalomu alaykum akalar, tuzingizlar, yaxshimisizlar? Sizlarga ideyani ijro akalar, qaranglar. Xo'sh. Mo biz kunda otlinasi yaxshi baxmayotdi-da. Keyin chet elliklar videosini ko'rardik. Lekin hech o'xshamardi. Men uchun da piskullarda qonni to'q bo'lsa kerak. Hozir qaranglar, bitta don berdim, shunaqa intilyapti, qaranglar sizlar ham. Proyektga o'xshadi. Jo'natib qo'yasizlar chaptar baqadiganlarga. Mana qaranglar. Sizlar ham sinab ko'ringlar. Uning uchun piskunni qonni ochroq bo'lishi kerak ekan. Hozir qarabsizlar. Mayda teshik oddiy sharni olasizlar. Keyin bu bitta kattaroq idishda og'zi bor idishda olasizlarda. Hozir mana qaranglar. Ko'ryapsizlarmi? Iya. Xullas baxmo degan ot enasi. Chet ellikda videosini ko'rgandim. Hech o'xshamardi. Hozir beryapman, yomon yeb qo'ya, ko'rsangiz. Tirikchiligini qilaveradigan. Kaptar vaqadigalar jo'natinglar, ko'rgan bo'lsa. Oddiy shar, keyin ichida nima desalar, drabilkan uni bo'ladi. Makkan drabilka maydalagandan keyin uni bo'ladi. O'shani oddiy qaynoq suvga aralashtirib atala qildim. Hozir ochalab qo'yapmiz. Chig'ildon ham ishib ketdi mana. Ko'ryapsizlarmi? Rashi, dombra. Bular shunaqa qilib bo'ladi. Hozir yana pitlayapti mana. Bitta qo'lda qiyin ekanda olish. Hozir. Ketdi yana. Ishini qaranglar. Sharni mana qasini qo'polib lekin zo'r yegan. Ishib ketdi jig'ildoni. Yevadan anchasini. Hozir. Ammo sharni katta tomon tiqqan uchun oshiqcha siq bo'lyapti. Bo'kib qolmasa bo'ldi endi. Yeyishini ko'ryapsizlarmi? Oddiy mana qidish. Prosta uni kattaroq tutayapsiz. Kaptar bo'kib qolmasa bo'ldi endi. Mana jig'ildon dedi. Yo'q edi. Umuman gram yo'q edi. Mashina qilib baxsa bo'lagan. Endi bunga bermasam uvol bo'ladi, o'lib ham qolish mumkin. O'shaning uchun